Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Haftalik muhim xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalarga ma'lum bo'lgandek, har yakshanba kuni atdiganda bir hafta jarayonida bo'lib o'tgan mayli xalqaro vaziyatdagi bo'lsin yoki Sharq Turkistonga aloqador eng muhim xabarlarni qisqa analiz qilgan shaklda huzuringizga sunib kelyapmiz. Undaqda oldi bilan bu hafta jarayonidagi eng muhim xabarlarning mavzulariga ko'z yugurtib o'taylik. Xitoy bilan Amerikaning tashqi ishlar ministrlari ko'rishdi. Xitoy Xotan shahrida Budda dini tadqiqot markazi qurdi. Hindiston chegara rayonida Xitoyga qarshi qurilish turini ko'paytirdi. Amerika Filippin uchun Xitoy bilan urush qilishni xohlaydiganligini bildirdi. Shundaqla Kanada hukumat yanfularida undidor ishlatishni chekladi. Xitoyning Xi Jinping Biden uchrashishiga shart qo'yganligi ilgari surildi. Xitoy Osiyo allarini mustamlika qilishdan iborat razil maqsadini oshkorladi. Yaponiyada ichilgan xalqaro Uyg'ur munbiri g'alabalik oxirlashdi va Turk davlatlari tashkiloti boshliqlari yig'ini Ostonada boshlandi. Mavzuliq xabarlarimiz bo'ldi. Bundaqda birinchi xabardan boshlab ko'rib o'taylik. Xitoy bilan Amerikaning tashqi ishlar ministrlari ko'rishdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta uzundan buyon Xitoy ham tilishda har xil yo'llar bilan Amerika shu eng yuqori, ya'ni prezident darajada ikkisiningki albatta Xitoy Amerika munosabatidagi nurg'un yirikchiliklar sababidan bu o'ttirni yumish uchun qilmagandi. Oxirida Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerikaga so'kildab berib, bu sharoit, bu vaziyatni Xi Jinpingning Biden bilan ko'rishishiga muhit yaratish uchun qilingan bir yo'l echish uchun qilingan bir ziyorat ekanligi albatta o'tirib qo'yildi. Biz shu vaqtdagi kundalik xabarimizda ba'zi tafsiliy holatda Fransiya xalqaro radiosida berilgan xabar Wang Yi 26 oktyabr Washingtonga berib, bu yerda ikki davlat o'rtasidagi davolg'ib turgan vaziyat. Bu vaziyatni asliga keltirish, Xitoy Amerika munosabatini asliga keltirish uchun bu yerda hatto 3 kunlik ziyorat qildi-da. Normalda bir kunda ham tugutib, hatto yarim kunda bir davlatga berib tugutib ishini tugutmadi. Ammo mushuning o'zimi shunchalik uzun davomlashishining o'zimi bu ziyoratning nurg'un masalalar bor ekanligini tushuntirib berdi albatta. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan ko'rishdi, hatto 2 qatim ko'rishdi. Bu qatimqi shu bir qatimlik ziyoratda 2 qatim ko'rishdi. Albatta so'zlashgan, suhbatlashgan mazmunlarda Amerikani Wang Yi bu yerda qilgan so'zida Xitoy-Amerika munosabatini muqimlashtirish, ixtilofni tamkinlik bilan hal qilish, xato hukm chiqarib qo'yishdan saqlanishga chaqirgan. Har bir so'zning keyinda ham Xitoy bir boshliqqa otdan tushsimi o'zangidan tushmabdi degandek, ham so'zda yolvurish va Amerikaga nurg'un masalani tamkinlik bilan hal qilsak deb Xitoyning tarixdan buyon kelayotgan hiylagarligi, nomussizligi, deb yeyib turib nimalarni qo'lga keltirish uchun tirishayotganligidan iborat masalalar chiqib turdi bu so'zlardan. Blinken Wang Yining talabiga qo'shilganligini, aloqador masalalarni ijobiy muzokara qilishni xohlaydiganligini bildirgan hamda ko'rishdi. Bu ilgirki bu qatimqi ziyoratga ko'rinish emasmi? Wang Yi yana Oqsaroyning davlat bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan bilan ko'rishgan bo'lib, prezident Joe Biden va Xitoy rejimi raisi Xi Jinpingningki mushu oydagi, ya'ni 11-oyda, bu 10-oyning 26-kuni ziyorat qildi hamda shu 11-oyda o'tkazilgan San Fransiskoda o'tkazilgan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik boshliqlari yig'ini arifasida ko'rishishga prinsip jihatdan qo'shilganligini bildirgan. 27-oktyabr bo'lsa, Wang Yini Oqsaroyda Biden qabul qildi hamda bu ko'rishlarni ikkisi bilan ko'rishgandan keyin Biden bilan ko'rishib yoki ko'rishmaydiganligi masalasi Blinken bilan Jack Sullivanning ko'rishishiga bog'liq ekanligi bildirilgan o'z vaqtida. Demak, bu yerdagi suhbatlar ancha-muncha ijobiy bo'lganligi sababdan Biden qabul qilgan.
Ko'rishda Bayden Amerika-Xitoy munosabatidagi raqobatni mas'uliyatchanlik bilan boshqarish va ochiq aloqa liniyasini saqlash, yer shari xarakterlik xirisiga taqobil turish qatorliq masalalarni tilga olgan. Navbatda Baydenning Wang Yi'ni qabul qilishimi uning kelar oyda, ya'ni bu 11-oyda, mushu oyning ichida Xi Jinping bilan ko'rishilganligining bishorati deb qaralgan. Aqsaroy Davlat bexatarlik kengashining bayonotchisi John Kirby Baydenninki Wang Yi bilan ko'rishishini ijobiy taraqqiyot, shunday suhbatni davomlashtirishning yaxshi fursati deb qaragan. Hamda Wang Yi'ning ziyoratidan burun Amerika-Xitoy strategik raqobat favqulodda komitetining raisi Mike Gallagher Bayden hukumatini Xitoy bilan bo'lgan suhbatlarda mayli Sharq Turkiston masalasi bo'lsin va yoki Sharq Turkiston davom qilayotgan bu irqiy qirg'inchilik masalasi, Hong Kongdagi masala bo'lsin, kishilik huquq masalalari. Buni chuqum tilga elish kerak. Wang Yi bilan so'zlayotgan vaqtida buni chuqum Amerika o'tirg'i qo'yish kerak deganni talab qilgan dedi Mike Gallagher. Kishining bu ziyoratdan keyin bu ziyorat jarayonida taratqularda, axborotlarda Sharq Turkiston masalasining ochiq buning yuziga tilga elinmaganligi haqida axborot uchur yo'qdi. Lekin keyin Amerika tashqi ishlar ministrligi tomonidan bu uchirish haqida e'lon qilingan bayonotga qaragan vaqtimizda bu yerda tashqi ishlar ministri Blinken Wang Yi bilan ko'rishganda Uyg'urlarning masalasini ochiq uning yuziga tilga olganligi, uning bu vaqtda tashqi ishlar ministri Xitoy Xalq Jumhuriyatining Xinjiang, Tibet va Hong Kongdagi kishilik huquq tafsirlantirligi masalasi hamda ayrim dilolarga oid andishalarini o'ttirg'i qo'yganligi Amerika tashqi ishlar ministrligida bu tilga olingan. Bayonotda ikki tarafning Sharq Turkistondagi davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar ustida nimalarni deyishganligi, Xitoy, ya'ni Wang Yi'ning bo'lsa, bu Blinkenning ochiq so'ziga nima deb javob berganligi haqida tashqi ishlar ministrligining to'g'ri betida bu yerda tafsilot tilga olinmagan. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Xitoy Xotan shahrida Budda dini tadqiqot markazi qurdi. Hamda mush qag'anti numussiz Xitoylar bizningki vatanimizda bizning butun milliy kimligimizni har jihatdan yo'qotish uchun qimmig'ini qamay butun yuchuqlarni izlab tepib shuni o'ttirg'i qo'yayotdi. Bumi shuning jumlasidan bir Xitoylashtirish, bu millatni o'z kimligidan ayirish siyosatininki bir yuzamda oshkorlangan. Xitoy Sharq Turkistonni butunlay Xitoylashtirish plani doirasida shu qarayliya. Bizning qaysi dinimizga uyg'un bu so'rovlar masalan. Atalmış Xotan shahrida atalmış Xotan Budda dini madaniyat tadqiqot markazini o'z ichiga olgan 4 madaniyat tadqiqot, ya'ni atalmış madaniyat tadqiqot organi qurgan. Ular qaysilar? Xotan instituti Koillon madaniyat tadqiqot markazi, Xitoy Qoshtashi madaniyat tadqiqot markazi va Xotan Budda dini madaniyat tadqiqot markazidan iborat nomida bir universitet 3 tadqiqot markazi qurgan. 26 oktyabr o'tkazilgan bu ochilish marosimida Xotanda Koillon madaniyati Xitoy madaniyatida Koillon madaniyati Xitoy madaniyatida sal chag'ilg'il bo'lmaydigan rol o'ynaydi. Bo'libmi, Koillon rayonidagi Xotanning bu sohadagi roli intayin muhim deb bildirilgan Xitoylar. Hamda Sharq Turkistonda bu Xitoy rejimining irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini izchil holatda tashqi dunyoga butun hiylagarligi bilan uni yepish uchun tirishish bilan o'xshash vaqtda bu qirg'inchilikni davom qilayotganligi hammamizga ayon bir masala. Butun hech qachon jinoyatni bu yeniklatgan yo'q yoki xalqaroning besimidan biroz tövallatgan yo'q. Bir boshdan dunyoni shunday aldaydi, yana bir tarafdan vatanimizdagi bu vahshiylikni davomlashtirib o'tadi. Hatto millionlagan o'smirlarni atalmış yotoqli maktablarga ota-onalardan majburiy ayirib apirib u yerda qanday tarbiyalayotganligini bilamiz. Bu butunlay shu Xitoylashtirish siyosatining bir qismida hamda bu asosliq yurgizilayotgan emisi va hatto cho'nglardan tortib til yiziqimiz ishiltilishdan mahrum qilingan holatda örüp odatlarimizga, hattoki uyga soladigan dasturxongacha aralashishlik Xitoy. Buni to'xtovsiz davom qilyapti. Eng yangi xabarlarda bu o'tirg'i chiqyapti. Butunlay Xitoyga o'xshash yashash, Xitoyga o'xshash tafakkur qilish, har jihatdan sen bu yerda yashamoqchi bo'lsang,
bizga o'xshash Xitoy bo'lib yashaysan deb buni tinglayotdi xalqimizga hamda. Har qanday bir narsani Uyg'ur madaniyatimizga bizning shu necha ming yillik bizga xos bo'lgan madaniyatimizni oshni bir yerdan kovlab chiqib bunimizlar. Shuni shu atalmış Junxo millatininki Junxo madaniyatining bir qismi sifatida shuning bir qismi deb buni tashviq qilyotdi, buni jari selyotdi. O'ylab qo'yaylik. Demak, hamma narsani o'zining qilib o'tish uchun atalmış shu butun o'maklarni qarab qo'yaylik. Urumchidagi shu muzeyxonaga bo'lsin, Qashqadaryoga apag'an, shu yerga selyotganligi qurilish, binokorlik, har turli selyotgan narsaning hammasi xuddi u yerni ziyorat qilgan inson Xitoyning o'lkalaridagi bir burunqi bir yerni ziyorat qilgandek his tuyg'uga keldi inson. Butunlay siymosini o'zgartirdi hamda. Bu darajada nomussizlik to'xtovsiz shaklda davom qilyotdi, qadrli ko'rganlarimiz. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Hindiston chegara rayonida Xitoyga qarshi qurilish turini ko'paytdi. Albatta bu Hindiston Xitoy o'rtasidagi to'qnashuvmi to'xtovsiz davom qilayotgan, ba'zi tuyuqsiz jiddiy kuchayib, ba'zi tövallab shunda mengayotdi. Yana shu Xitoyning nomussizligi, yo'lsizligi sababli bu yerda Xitoy yaqin yillardan beri Sharq Turkiston, Tibet bilan Hindiston chegara bo'yiga ul aslaha qurilishlarini kuchaytirgan bo'lib, Hindiston buningga taqobil turish uchun uningga qarshi o'zi Hindiston qurilish turlarini ko'paytmoqda, kuchaytmoqda. Arunachal kuzatuvchisi to'g'rida berildi bu xabar 30-oktyabr. Hindiston davlat mudofaa ministri Rajnath Singh Xitoyga taqobil turish iqtidorini kuchaytirish uchun qiymati 350 million dollarga yetadigan chegara yo'l organi plan turini tasdiqlagan bo'lib, bu Rajnath Singhning Hindiston zaminini bexatar qilish, chegara bo'yidagi rayonlarning taraqqiyotini ilgari surish va'dasining ishga oshirilishi deb qaralgan hamda bu axborotda bu shaklda tilga olindi. Bildirilishicha 24 avgust Hindiston bosh ministri Narendra Modi bilan Xitoy rejimi raisi Xi Jinping Johannesburgda o'tkazilgan kesak oltin davlatlari boshliqlari yig'ini harbisida amaliy kontrol siziqi bo'yidagi askarlarni tezdan chekindirish va 2020-yili maydan boshlangan ciddi vaziyatni pasaytish tirishchiligini kuchaytirishga qo'shilgan bo'lsa-mu, ammo har ikki taraf bu amaliy kontrol siziqidagi armiyasini chekindirib chiqishni har ikki taraf xohlamayotganligi, amalga oshmaganligi bu ishninki tilga ilingan. Ikki oy yo'qolib ketgan bu Xitoyninki hamda hozir sobiq bo'lib ketdi, nim bo'ldi, nim bo'lmadi. Vazifasini ilingan mudofaa ministri Li Shangfu aprel oyida shu yangi Dehli qilgan ziyorat jarayonida ikki davlat munosabatidagi tirkishishni amaldan qoldirish chegara vaziyatini muqimlashtirishni talab qilganligini bildirgan edi aprel oyida, bu yil aprel oyida. Hindiston tarafi bo'lsa, agar chegara bo'yidagi to'qinish hal qilinmasa, ikki davlatning munosabati normal holatga kelmaydi degan shaklda ishbadi bildirib kelyapti hozirgacha. Hindiston amaldorlari bilan ko'rishganda Xitoyniki masalan butun Hindiston amaldorlarining har qanday mikrofon tanlasa yoki undan bir savol so'ralsa, davomli holatda Xitoyning har ko'rishda Xitoyning o'zi va'da qilgan, va'dasida turmayotganligini, va'dasini buzayotganligini tilga elib kelmoqda hozirgacha. Xo'sh, Amerika Filippin uchun Xitoy bilan urush qilishni xohlaydiganligini bildirdi. Qadrli ko'rganlarimiz, Filippin masalasi albatta xilidan buyon, bu yaqin yillardan buyon jiddiy shaklda Xitoy bilan Filippin o'rtasidagi tirkishishning kuchayotganligini his qilgan bo'lishi mumkin. Ko'p chiqyapti o'sha yaqindan buyon. Bu qitim hamda bu yerda Xitoy bilan Filippin orasida talash tortish bo'layotgan oralga yaqin joyda biz kundalik xabarimizda tafsiliy holatda ba'doq Xitoyningki tajovuzchilik sababli bu kema Xitoyda qasddan apirib so'qqanligini biz ba'doq bildik. Bu so'qilish voqeasi yuz bergandan keyin Amerika Filippin uchun Xitoy bilan urush qilishga tayyor ekanligini bildirdi. Joe Biden Oqsaroyda birlashma axborot e'lon qilish yig'inida Avstraliyaninki nimasi kelgan vaqtida shu yerda birlikda axborot e'lon qilish yig'inida qilgan so'zi bu. Bu muxbirlarning kutilish yig'inida Amerikaning Filippin bilan bo'lgan mudofaa kelishimining
uyul tashdek mustahkam ekanligini Filippinning aeroplani, paraxoti yoki qurolli qismlarga qilingan har qanday hujumning Amerika bilan Filippin o'rtasidagi mudofaa kelishimini harakatlantiradiganligini bildirdi Joe Biden so'zda. Biden Xitoy bilan Filippinning janubiy dengizdagi talash tortishining kuchayib ketganligini, Amerika armiyasining Filippin uchun yadro qurolga ega Xitoy bilan urush qilishni xohlaydiganligini, Osiyodagi ikki davlatdan kelgan paraxotlarning talash tortishdagi orolga yaqinlashganligini ham bildirdi bu so'zda. Endi bu Biden tilga olgan Filippin Amerika o'rtasidagi bu harbiy hamkorlikni harakatga keltirdi degan bu so'z nima deganda 1951-yildagi o'zaro mudofaa shartnomasini tilga oldi Biden bu yerda. Bu shartnomada Amerika bilan Filippin birlikda tashqi kuchning hujumiga birlikda qarshi turdi mudofaa jihatdan deb bu tilga olingan ekan. New York Post gazetasining xabar qilishicha 22 oktyabr atiganda Filippinning ikki harbiy paraxoti Xitoy paraxoti bilan so'qilgan bo'lib, Filippin taraf Xitoyning Filippin turishliq bosh elchisini ministerlikka chaqirtib noroziligini bildirgan edi. So'qilgan shaklimi bu? Yani bu şekilde Xitoy armiyasi janubiy qism urush rayonining axborot bayonotchisi bo'lsa, ya'ni shu ushuqliq bilan deydi, 30 oktyabr norozilik bayonoti e'lon qilib, chunki uniki Filippindagi elchisini, Xitoy elchisini chaqirib norozilik bildirgan ekan. 30 oktyabr bu norozilik bildirib, Filippinning 39 nomerli qo'g'dovchi paraxoti Xitoyning Xuanyanda, Xitoyning orili, mening orilim dedi sizlar. Xitoyning Xuanyanda oriligi yaqin dengiz tabiatligiga qonunsiz bosib kirganda Xitoy armiyasi janubiy qism urush rayoni dengiz havo askari kuchini tashkillab nazorat qilib, ma'ni qilib, biz uni to'sib qoldik deb Xitoy o'zining xalqiga buni tashviq qildi. Buni bu ushuqlikni hamda bazaga soldida Xitoy hamda. Nomsizlarcha biz shunda Xitoy chuqum egilik huquqiga daxli taruz qilganlik Filippinning qilgan ishiningki bizning ya'ni Xitoyning egilik huquqiga daxli taruz qilganlik bo'ldi deb yani yetib oldi desak bundan Xitoydan. Shunday davom qilyapti. Xo'sh, Kanada hukumat yanfullarida undidor ishlatishni chekladi. Bu Xitoyning undidor bu appmi nurg'un davlatlarda orqa-orqadan chekinyapti. TikTok bir tarafdan chekinyapti. Chunki hammasi, yani Xitoy kommunist rejimi bularning orqasida, u kommunist rejimning qari qo'li bo'lg'achqa, bu oshkorlangan siri nurg'un davlatlar tadbir eliyotdi bunun qarata. Bu Kanada Federatsiya hukumati organlari yanfullarga Xitoyning yumshoq detali undidor bilan Rossiya masalasi va bu yerda Rossiya hozir bo'libmi Ukraina masalasi chiqqandan keyin G'arbmi Rossiyaga nurg'un embargo yurgizayotdi. Shuning jumlasidan Rossiyaning virus tanlash yumshoq detali Kasperskyni qachilashni chekladi hamda Xitoyning undidori bilan birlikda. Kanada hukumati davlat xazina hay'atining raisi Anita Anand 30 oktyabr qilgan. 30 oktyabrdan boshlab hukumat organlari ta'minlagan barliq yanfullarga Xitoyning yumshoq detali undidor va Rossiyaning virusxo'r, ya'ni virus qarshi yumshoq detali Kasperskyni qachilashni cheklaydiganligini e'lon qildi. Uqtirishda onun yana 30 kundan boshlab hukumat yanfullaridagi undidor va Kaspersky applari o'chirib o'tildi. Bu applarni ishlatuvchilar keyin mazkur applarni qayta tushirishga bo'lmaydi. Bu tadbir Kanada hukumat tori va sonliq ma'lumotlarni qo'g'dash va chet eldagi sheriklar bilan moslashish uchun yo'l qo'yildi. Chet eldagi sheriklar, ya'ni Kanadaning ittifoqdosh davlatlari bilan birlikda bular bilan moslashish uchun, chunki TikTok masalasi shunday bo'ldi hamda nurg'un cheklamalar shunday birlikda ketyapti. Kanada Telegraf bexatarlik tarmoqining qarashicha undidor va Kaspersky app detalining sonliq ma'lumot to'plash usullari ularning abonentlarining yanfundagi nurg'un uchurlarni ziyorat qilishiga yo'l qo'ydiganligi o shirkatniki. Shu shaxsiy maxfiyatlik uchur va tor bexatarligiga zo'r tahdid elib kelganligi o'tirg'a qo'yilgan. Ammo bu qatimqi nimadami shaxsiy yanfular bu cheklamaga uchurmaydiganligi bildirilib, uqtirishda yanfuningizda undidor va Kasperskyni ishlatmaslik sizning shaxsiy tanlashingiz. Ammo bu yerdagi gapning oxirida, ya'ni har qanday bir ishlatuvchini o'ylantirib qo'ydida avvalda ishlatmay degizdi bu so'z, keyindagi so'z. Ammo dediki Kanada Telegraf bexatarlik markazining ijtimoiy taraqqiy bexatarlik qo'llanmasi sizning foydalanishingizga arziydi. Chunki u yerda nurg'un sizning shu bexatarligingizga
ta'sir yetkazgan manda ishni qildi bu deb keyindagi so'zlar har bir ishlatuvchini ogohlantiradigan, ishlatishdan voz kechiradigan so'zlardir. Erkinligingiz deb beshida cümleni deb qo'yib bunu degan. Kanada hukumati bu yil 2-oyda hukumat xizmatchilarining xizmat yonfunda Xitoyning abditali TikTokni ishlatishni cheklagan edi. Hammalar bilasizlar buni. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Xitoyning Xi Jinping Bayden uchrashishiga shart qo'yganligi ilgari surildi. Birinchi xabarimizningki, nima deymiz endi, shunga munosabatli bir xabar. Chunki Wang Yi Blinken bilan Jake Sullivan bilan Bayden bilan ko'rishib, u yerda mushu ko'rishni hozirlash uchun ko'rishgan 26-oktyabr. Bu bir qancha kundan keyin bu yerda Xitoyninki yana ham bir tarafdan yolvurish, bir tarafdan o'zicha shart qo'yib cho'ngchilik qilganlik, ushuqlik qilganlik, kelganlik nima deymiz buni. Bu shaklda qilyapti-da Xitoy hamda. Xalqaro taratqularda Xitoy axborot organlari, Tashqi ishlar ministrligining bayonlari naql elinib, bu yerda bu xabar berilgan. Xitoy rejimi Amerika prezidenti Joe Bidenning Tayvanni qo'llashdan voz kechishini, ya'ni Biden bilan Xi Jinpingning ko'rishish uchun, ya'ni bevosita bir amaldori chiqib o'tirg'i chiqib biz Biden, masalan Xi Jinping bizning raisimiz Biden bilan shu shart bilan ko'rish deb uchiq chiqib deyanmay, o'zining rasmiy axborot organlarining tili bilan bunu o'tirg'i qo'yibdi Xitoy hamda. Dediki, Bidenning Tayvanni qo'llashdan voz kechishini, Xitoyga qaratilgan texnika importiga bo'lgan cheklimini bekor qilishini hozir hammamizga ma'lum. Nurg'un texnikalarni yotkash, yuqori texnikalik masalalarni nurg'un davlatlar cheklida Amerikaga agishib va davom qilyapti. Masalan, o'zak masalalar bor degandek. Bekor qilishini, ya'ni bu oydagi, ya'ni 11-oydagi Biden bilan Xi Jinping uchrashishining shart qilganda hamda o'zining axborot vositalaridagi xabarlar bilan. Bu Breitbart Tor'ning 30-oktyabr xabar qilishicha, Biden oldingi juma Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishib, ikki taraf munosabatidagi raqobatni mas'uliyatlik bilan kontrol qilish kerak. Bu degandek bu masala tilga elingandan keyin hatto yer shari xarakterlik xiristlarni birlikda hal qilishimiz kerak deb bu muzokara qilinadi. Hamda ham mushu Xitoy raisi Xi Jinpingni San Fransiskoda o'tkazilmoqchi bo'lgan bu yig'inga, Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'iniga taklif qilganligini ham Wang Yi'ga yetkazgan deb o'qdim. Xitoy tashqi ishlar ministrligi dushanba kuni muxbirlarga Wang Yi bilan Bidenning kelar oyda o'tkazmoqchi bo'lgan San Fransiskodagi uchrashish haqida muzokara qilganligini, ammo Xi Jinpingning uchrashishga berishiga aniq bir narsa deyilib bo'lmaydiganligini bildirgan. Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi sababi. Bildirilishicha, Wang Yi Washington safarini oxirlashtirgandan keyin kelar oy Xitoy bilan Amerika rahbarlari o'tirsidagi, ya'ni bu oyda, chunki bu 10-oyda qilingan, Xitoy bilan Amerika rahbarlari o'tirsidagi boshliqlar yig'ini haqida to'xtalib, Wang Yi o'zining ya'ni Xitoyga ketgandan keyin nima deydi desa, Xi Jinping boshliqlar yig'iniga boradigan yo'l tikanlar bilan tulib ketdi degan shaklda bir ifoda ishlatgan hamdi. Amma shunda nurg'un tikan bor, bu tikanni bir elib olsanglar, lekin bo'lsa mening raisim demoqchida hamdi Xitoy. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin dushanba bu vaqtda qilgan so'zda ikki tarafning uchrashishi uchun o'rtaq tunishga yo'nalishga qarab harakat qilishi, har ikki taraf to'salg'ularni yengishi kerak degan shaklda bir ifoda bildirgan. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Xitoy Osiyo allarini mustamlaka qilishdan iborat razil maqsadini oshkorladi. Biz yillardan buyon so'zlab kelyapmiz Xitoyning asli niyatiniki va Xitoymi hatto nurg'un torbatlarga chiqargan o'zining niyatini oshkorlab qo'ygan nurg'un maqola bu narsani keyin u davlatlarning noroziligi bilan torlardan o'chirib o'tishga majbur bo'lgan. Xitoyning asli maqsadi bu qo'shni davlatlar, bizga qo'shni bo'lgan bu yerdagi Turk Jumhuriyatlari, shu Osiyodagi boshqa allarni shu xuddi shu o'smi yamirgandek birdan yo'q qilib o'ziga qul qilish, qaysi jihatdan bo'lsin bu maqsadi bizlarga oid uchuq masala, nurg'un ogohlantirishlar bo'lgan bo'lsa-mu, bu shaklda davom qilyapti. Har xil ittifoqlar bu tuzilyapti. Ammo lekin Xitoy bu yig'inda, ya'ni bu yig'in Qashqarda
o'tkazildi qarab qo'ydi. Qashqarda yig'inning nomi O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo qonun idora qilish munbiri nomida nihoyat keng ko'lamlik bu yerga 10 davlat qatnashgan bir shaklda bir yig'in o'tkazibdi. Qonun idora qilish munbiri nomida 30-oktyabrdan 31-oktyabrgacha 2 kunlik bir yig'in. Munbarni atalmış Uyg'ur Abnum rayonluq Qonunshunoslik jamiyati, Guangdong o'lkalik Qonunshunoslik jamiyati va Xitoy Qonunshunoslik ilmiy jamiyati birlikda uyushtirgan. Qarab qo'ying. Munbarda asosliq tema atalmış bir balvoq bir yo'l savdo plani. Buni o'rtaq qurish yuqori sifatli taraqqiyotning qonunchilik kafolati bosh tema qilib o'tkazilgan bir yig'in. Yig'inga Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston, Pokiston, Nepal, Sri Lanka, Hindiston qatorliq 10 davlatdan kelgan vakillar qatnashgan. Bu yig'inda bir balvoq atalmış bir balvoq bir yo'l qonun idora qilish hamkorligini chuqurlashtirish tashabbusnomasi e'lon qilinib, yig'inda ko'p turli hamkorlik kelishimi imzolangan. Xitoy Qonunshunoslik jamiyatining boshlig'i Wang Chin so'z qilib, bu yig'inda qonun idora qilish atalmış bir balvoq bir yo'lni o'rtaq qurishda kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim asos va kafolat ekanligini da'vo qilgan. Uning so'zdagi shu so'zlarga diqqat qilaylik. Yani Xitoy tarixdan buyon hiylagarligi, yumshoq, asta chirmab kirishdan iborat narsani ochiq-oshkor tilga olgan yani. Deydi-ki, u Xitoyning yumshoq vositalar bilan rayondagi davlatlarni mustamlika qilish razil maqsadini oshkorlab qilgan so'zida siyosat, qoida, o'lchamlarni yumshoq shaklda birlashtirish kerak. Qattiq qo'lliq bilan birlashtirsa, darhol uningga inkos bildirganlar ishona qiladiganlar chiqadi. So'z qarab qo'ydi. Bu hamma siyosat, qoida, o'lcham bilan hammasini yumshoq shaklda birlashtirish, saviyani tirishib o'stirib, ravon qoida yo'li barpo qilib, qonun ijro qilish, qonun yurgizish, qonun mulozimati falan bustan safsatalarimiz. Amaliy hamkorlikni chuqurlashtirish, ikki tarafli, ko'p tarafli hamkorlik tadqiqotini qanot yedirish orqali har xil shunda yig'ilish, ilmiy muhokama, bu yig'inni qilib, shunda asta chirmab hammanglarni bo'g'sam deydi Xitoy. Bu shaklda bildirilgan. Kuzatuvchilar bu analizchilar bu yig'inning nimasidan Xitoyning shu bir balvoq atalmış bir balvoq bir yo'l savdo plani rayondagi davlatlarni manfaat orqali indakka keltirish, aldam xaltasiga tushirish maqsadida yo'l qo'yilayotganligini, necha yildan beri qisman davlatlarni qanday qarz patqiga paturib, nurg'un muhim o'rinlarni 100 yillik, 50 yillik deganda elib olganligini, u davlatlarning nurg'un necha ming kilometrlab ziminlarni Xitoy o'ziga elib olganligini bilamiz o'g'lini. Shu qarzning badaliga mush ziminni menga bersa deblar. Bu shaklda qandaq bu rayonda batbashir ishlarni qilayotganligini kuzatuvchilar buni tilga olib, mushu bu qatimqi yig'inda ochiq o'zining mustamlik siyosatini o'tirib qo'yganligini, atalmış siyosat qoida o'lchamlarini yumshoq shaklda birlashtirish, ravon qoida barpo qilish, bu degandek bu safsatini o'tirg'a chiqarganligini, O'rta Osiyo va Janubiy Osiyo deki davlatlar cho'qim Xitoyning bu razil suiqasdidan ogoh bo'lishi kerakligini bildirishmoqda. Xo'sh, Yaponiyada ochilgan xalqaro Uyg'ur munbiri g'albilik oxirlashdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bu Yaponiyada 29-oktyabrdan Yaponiya Tokioda 31-oktyabrgacha xalqaro Uyg'ur munbiri yig'ini ochildi. Albatta bu yig'inga 25 davlatdan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tashkilladi bu yig'inni. 25 davlatdan kelgan mutaxassis va har qaysi davlatlarning parlament a'zolaridan bo'lib 200 dan ortiq kishi ishtirok qilgan. Albatta Turkiyadanmi Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining bosh kotibi Abdurashid Aminaji, Sharq Turkiston o'limalar birligininki muavin raisi tashqi ishlar mas'uli ustoz Abdusalom Alim taklif bilan qatnashdi bu yig'inga. Munbarda albatta Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini o'tdi. Bu muzokara qilindi har qaysi parlament a'zolari shu yerga mutaxassislar tomonidan. Undan boshqa Sharq Turkiston vaziyatiga munosabatlik Hong Kong, Tayvan bo'g'izdagi jiddiychiliklar bu yerdagi har xil jiddiy vaziyat
bunun qandaq taqabul turish, bundan qandaq foydalanish masalalari muzokara qilingan. Shundaqla Sharq Turkistonga qo'shni bo'lgan ellarning tadrijiy holda Xitoyning yoshurun tahdidiga duch kelish ahvollari muhokama qilingan. Yig'inning oxirgi qismida muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazilgan bo'lib, Yaponiya parlamenti a'zolari, Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi Tulqin Isa, Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining raisi Keiji Furuya, Kommunizm qurbonlari xotir fondining oliy tadqiqotchisi Adrian Sens qatorliqlar taratqularninki savollariga javob bergan. Yig'in oxirida Xalqaro Uyg'ur munbiri nomidan birlashma xitobnoma e'lon qilinib, xitobnomada Xitoy rejimining Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomlashtirish bilan birga navbatda hozir har xil vositalar bilan xalqaro jamiyatni aldab, jinoyatlardan tenib olishga urinayotganligini, navbatda avval Xitoyning aldamchilik harakatiga, bu yolg'onchilik, bu hiylagarlik, aldamchilik harakatiga qarshi turish bilan birga irqiy qirg'inchilik jinoyatini to'xtatishning muhimligi navbatdagi vaziyatda bu xulosa dokumentida bu tilga olingan. Xitobnomaning oxirida Xitoy chegara halqagan bostirish harakatini boshlab, muhojiratdagi Uyg'urlarni har jihatdan vayron qilishga urinayotganligini, Xitoyning bu harakatining unumlik, ya'ni Xitoyning bu harakatiga qarshi unumlik bir tadbir qo'llanish kerakligi ham ta'kidlangan oxirgi bayonotda. Xitoyning shundaqla Yaponiyaning Uyg'ur qirg'inchiligi masalasida aniq pozitsiyada bo'lishi kerakligi, Yaponiyaning Uyg'ur qirg'inchiligi Xitoyning ziyonkashligiga uchragan Mo'ng'ullar, Tibetlar, Uyg'urlar hamkorlashib Xitoyga o'rtaq taqabul turish kerakligi ham bu oxirgi bayonotda tilga ilingan. Albatta bu qatimliq yig'inda shu Yaponiyada shu hokimiyat partiyasidan o'tganda biz tafsiliy holatda xabar berdik, hatto suhbatlarda tilga ilib o'tdik. Tunji siyosatchi bo'lib Uyg'urlarning orasida Yaponiya parlamentiniki parlament a'zosi bo'lib xizmat qilgan Arfiya xonimi yig'in boshidan oxir bu yerda aktiv shaklda bu yig'inga qatnashdi albatta. Buni Arfiya xonim tilga olish kerak. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Turk davlatlari tashkiloti boshliqlari yig'ini Ostonada boshlandi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bu 10-navbatlik yig'in Turk davlat tashkilotininki 85 tugacha, yani tunugun qurilgandek ism duo meniki, shu qurilgan vaqtida biz xabarlarni bergan xuddi tunugundek ismda va birdamning ichida 14 yil o'tib ketganligiga qarab, mush xabarni berayotgan vaqtida vaqtning qanchalik tez o'tganligini inson his qilmay qolmaydi. Texi nihoyatda bir kun siri bugungi hozirgi yig'inning ochilish, tartib qilinishi, u yerda tilga olinayotgan masalalarning kundan kunga, yildan yilga texmi cho'ngib, texmi kuchli masalalarning o'tirib qo'yilayotganligi albatta bu butun dunyodagi turklar uchun, turk davlatlari uchun foydali bir intayin muhim bir qadam deb qarashga bo'ladigan masala. Mana bu qatimqisi Qozog'istonning Ostonada o'tkazildi 14-yilligini. Hatto bu qatimqi yig'inning temasi Türk davri degan shaklda ham bir tarafdan Turk Cumhuriyatiniki, Turkiyaniki qurilganligining 100 yilligi bir asrni bir asr bilan xo'shlashib, ikkinchi asrga qadam qo'yib mangan bir mezgilda bütün davlatlarninki raislari darajasida qatnashib, bu yerda nurg'un masalalar tilga ilindiganligi bildirildi. Hamma shu so'zlangan masalalarni albatta tafsilotini biz kundalik xabarimizdan beramiz kelishimlarning naslari. Demak, shu nurg'un masalalar hozirgi navbatdagi xalqaro vaziyat, bu yig'inda ham Falastin Isroiliya masalasini tilga ilindi. Buningga Turk davlatlari tashkilotining qanday pozitsiya bildirish kerak masalasida. Shundaqla boshqa shu har tarafdan Turk Cumhuriyatlari o'rtasida savdo, iqtisod, qatnash, tamojna sohalaridagi loyihalarga munosabatlik turli kelishimlar, rasmiy hujjatlar bu qatimqi yig'inda kuchga ega qilinib, har qaysi davlatlar raislari tomonidan imzolanib qilinadigan bir munbar hamda cho'ng bir shaklda bu qatim O'zbekiston o'zininki navbatchi raislik vazifasini Qozog'istonga o'tkazib berdi. Bu yig'inda shuning uchun Qozog'istonda o'tkazildi.
Astana bayannamesi, qararname e'lon qilindi. Astana bayannamesi, Astana boshliqlar yig'ini xitobnomasi degandek hammani mushu yig'inda imzolangan gapimdi. Demak, hozir mushu bu tashkilot 2009-yili 10-oyning 3-kuni Azerbaycan, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiya tomonidan imzolangan Nahchivan kelishimnomasi bilan shuningga asosan qurilgan. Boshda Turk kengashi deb qurilgan. Uning keyindan bu çünkü 5 milyon kvadrat kilometrlik zaminga ega a'zolari bo'lgan bir tashkilot hamda bu. Coğrafiyalik alaylik intayin kundan kunga zo'rayotgan bir şekilde bugün 14 yılga kelgan vaqtida xalqarалық bir tashkilotga aylanganligi bildirildi bütün Türk axborotlarida. 2021-yili 11-oyning 12-kuni dal bizning Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilgan kunda 2021-yili 11-oyning 12-kuni biz Cumhuriyetni xotirlayotgan kunlarimizda 8 navbatlik boshliqlar yig'ini chaqirib, asli Türk kengashi bo'lgan bu kengashning ismi Türk Davlatlar Tashkilotiga o'zgartirilgan edi. Shu vaqtdan biz tafsiliy xabar bergan edik. 2019-yili Bakuda chaqirilgan boshliqlar yig'inida O'zbekistonning a'zo bo'lishi bilan Türk Davlatlar Tashkilotining a'zo soni 5 ga yetgan. Navbatda Turkmaniston, Vengriya va Shimoliy Siprus Turk Cumhuriyetimi kuzatuvchi a'zo sifatida buni nimaga qatnashyotdi. Belki ularmi yaqinda rasmiy a'zo qilib qabul qilinishi mumkin. Merkezi İstanbul'da Türk Davlatlar Teşkilatı'nınki. Növbette Birleşken Devletler Teşkilatı'nın öz içine alan Avrupa Xavfsizlik ve Hemkarlık Teşkilatı, İslam Hemkarlık Teşkilatı, Dünya Tamoyil Teşkilatı qatarlıq nurgun xalqaralıq teşkilatlar bilan hemkarlık o'rnatgan bir xalqaralıq bir teşkilat seviyesinde xizmat qilyotdi. Erdoğan bu yig'inda qilgan so'zda Türkiye Cumhuriyeti qurilganligining 100 yilligini tabriklayotgan bir Cumhuriyetning raisi bo'lish sifati bilan butkul Türk dunyosining tinchligi, gullanishi va bexatarlik uchun davomli tirishchanlik ko'rsatganligini Turkiyaningki bu masalada buni bildirib o'tdi. Albatta, butun xalqimizga, Türk dunyosiga xayrlik, nurg'un xayrlik ishlarga vesile bo'lishiga tilakdoshmiz albatta bu turdagi tashkilot birlashishlarning. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bu haftadagi eng muhim xabarlarimiz bulardan iborat. Nurg'un taraqqiyotlar bo'lyapti, nurg'un ishlar bo'lyapti. Bir tarafdan yuragimiz echishayotgan bu fojia Falastin Isroil o'rtasidagi dahshatlik urush, to'qinish, urush davom qilyapti. Har kun uni butun dunyodagi har qanday axborotlardan ko'rib turyapmiz. Istiqloldan beryapmiz tafsilotlarni. Demak, inshaalloh Rabbim eng xayrli natijalar bilan her işini ahırlaştırışını ümit qilamiz. Allah ömür berse, atiki kundalik xabarimizda hafta oxirida haftalik xabarimiz ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.